Qur'oni Karimda Saba surasini 39-oyatda Alloh taolo marhamat qiladi. Ayting, albatta Robbim bandalardan o'zi xohlaganiga rizqni keng qilur va o'zi xohlagani rizqni tang qilur. Biror narsani muhtojlarga xolis ihson qilsangiz, bas Alloh uning o'rnini to'ldirir va Alloh taolo rizqlantiruvchilarning eng yaxshisidir deb marhamat qilgan. Qarang, mana shu oyat karimada Alloh taolo xohlagan bandaga rizqni keng qilib qo'yadi. Xohlagan bandaga rizqni tor qilib qo'yadi. Alloh taolo bir bandaga rizqni keng qilsa, uni hech kim tor qila olmaydi. Agar bir bandaga Alloh taolo rizqni kam qilsa, uni hech kim ko'p qila olmaydi. Qarang, Qur'onda Alloh aytibdi: "Qul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadi." Robbim bandalardan xohlagan bandasiga rizqni keng qiladi va yaqdir lahu, va xohlagani rizqni o'lchab qo'yadi. Va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Nimaiki Alloh yo'lida ihson qilsalaring, Alloh uni o'rnini to'ldirib qo'yadi. Va huwa xayrur roziqin. Alloh taolo rizq beruvchilarning eng yaxshisidir degan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Qarang, bir agar saxovat ko'rsatiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni o'rnini to'ldirib qo'yadi. O'shaning uchun Alloh taolo bir bandalarga agar imkoniyatlar bergan bo'lsa, imkoniyatdan kelib chiqib yaxshi amallar, saxovat ishlarni albatta bajarish kerak.